Bu mashina puliga arziydimi yo'qmi? Yoki pushayman bo'lasizmi? 2018-yil Nexia 3 chokor rangda 7000 dollar so'rashyapti. Yana ham kelishilgan joyi bor. Telefon qilsanglar. Ishini mana shu qismi va mana bu qismda bor deyishdi. O'sha qismni toza deyishyapti. Mashinaning holati 4 ta larga balon qo'yilgan. Balonlar o'rtacha holatda. Karnizlar ham yaxshi holatda. Salon qismlari. Chexol bor, polik bor, Mercedes reflektorlar, push rul o'rnatilgan. Salonda ham yaxshi holatda, yomon emas. Ozgina hemchisiga qadar, lekin mashina yomon emas. Motor korobkada ishi yo'q, avtomat korobka. Yurgan probegi 109 ming. Halol o'zini yurgan deyishyapti. Mana ko'rib hisoblash emasdi. Karniz qismlari ancha yaxshi holatda. Bagaj, metan balon, zapaska, aytganimda ozgina hemchisidalar. Karniz 4-avlod. Akajon telefon nomeri 94lik 788 788 22 22 77. 77.